Assalomu alaykum azizlar. Mana inshaalloh Xudoga yana yangi bitta so'rini boshladik inshaalloh. Mana so'rimizni bir tomon tayyorladi. Endi sekin-sekin qo'ylarni qo'yib boramiz inshaalloh. Assalomu alaykum. Mana inshaalloh Xudoga so'rimizni tikkalab oldik. Endi hozir yana kamchiliklar bor, ularni qilib, tomoni qilib, keyin qo'yganini qo'yamiz. Bizni kuzatuvchilar, mana inshaalloh Xudoga tomi ham bitay deb qoldi. Bu tom qayerga kelsalar, shu so'rning tomi. Azizlar, bizni kuzatuvchilar, mana inshaalloh Xudo xolasa so'rimiz kraskaga tayyor bo'ldi, Xudo xolasa. Bu inshaalloh o'sha aeroport yo'liga ketadi. Mana inshaalloh shu so'rimizni tomi ham tayyor. Shuni tunagasini qo'ysak, olib borib o'sha joyga makonga tashlab kelamiz, manziliga. Mana inshaalloh so'rimiz qo'ldan chiqdi. Assalomu alaykum, bizni kuzatuvchilar. Yana bir bor. Mana Xudo xolasa so'rimizni bitib manzilga chiqyapmiz inshaalloh. Buni tomi ko'rsatganda bu yerda. Azizlar, hozir yo'lga chiqyapmiz. Ketdik. Aziz kuzatuvchilar, mana inshaalloh Xudoning manzilimizga yetib keldik. O'shga. Shu xonadonga qo'yamiz. Mana inshaalloh Xudo xolasa joyga olib kirib qo'ydik. Endi ertasi inshaalloh saharda yo'lga chiqdik. Azizlar, mana inshaalloh biz so'rimizni o'rnatgan ekanlik. Xudo xolasa tomini qo'yib olsak, tunagasini tomda qatiramiz, Xudo xolasa. Dash davom etamiz. Assalomu alaykum, bizni kuzatuvchilar. Mana inshaalloh Xudo xolasa so'rimiz ham bitdi. Joyga olib kelib o'rnatib, mana bu old tomoni, bu yonboshi. Bu esa orqa tarafi. Mana inshaalloh Xudo xolasa ishimizni bitirib egasiga topshirdik. İnşallah egasi yaxshi kunlarga nasib qilsin. Egasini yaxshi kunlarga nasib qilsin. Kimishni qo'y. Shifon so'ri, ravot, kechalik, arkalar kerak bo'lsa, yana boshqa shunaqa temir ishlar kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Shu nomerlarga telefon qilib aloqa chiqarasiz. Inshaalloh Xudo xolasa chiroyli sanlarni xabar berishga harakat qilamiz. Hammalarga rahmat, kuzatganlar uchun. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.